Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar va qadrli nafaqaxo'rlar. Bugun siz bilan juda ham muhim, shoshilinch axborotni baham ko'rish uchun yig'ildik. Bu mavzu har bir nafaqaxo'rning moddiy ahvoliga bevosita ta'sir qiluvchi, ba'zan esa butunlay hayotini o'zgartirib yuborishi mumkin bo'lgan jiddiy o'zgarishlar haqida bo'ladi. Men hozir aytadigan ma'lumotlar shunchaki navbatdagi yangilik emas, balki may oyining 1-sanasidan boshlab kuchga kiradigan, sizning hayotingizga ta'sir etadigan fundamental yangilanishlar haqidadir. Agar siz hozirda nafaqada bo'lsangiz, yaqinlaringiz orasida nafaqaxo'rlar bo'lsa yoki umuman nafaqa tizimi bilan bog'liq har qanday masalaga qiziqsangiz, bu video aynan siz uchun. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, har bir so'zimga e'tibor bering. Chunki biror tafsilotni o'tkazib yuborish sizni muhim imkoniyatdan mahrum qilishi mumkin. Bu videoni hoziroq do'stlaringiz va oila a'zolaringizga yuboring. Ularga ham ushbu ma'lumot yetib borishini ta'minlang. Kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu biz uchun katta motivatsiya. Siz uchun esa doimiy ravishda foydali ma'lumotlarni olish kafolati. Keling, kechiktirmasdan asosiy mavzuga o'taylik. Bugungi kungacha nafaqa tizimi qanday ishlaganligini, qanday qoidalar amalda bo'lganligini va endi bir maydan boshlab qanday fundamental o'zgarishlar ro'y berayotganini tushunib olishimiz kerak. Eski tizimda barchangizga ma'lumki, nafaqalar asosan ish staji, ish haqi miqdori va nafaqa yoshi kabi standart mezonlar asosida hisoblangan. Har yili odatda nafaqalar inflyatsiya darajasiga qarab indeksatsiya qilinardi. Ya'ni ularning xarid qobiliyatini saqlab qolish uchun oshirilardi. Biroq bu o'zgarishlar ko'pincha hamma uchun bir xil darajada sezilarli bo'lmasdi. Ayniqsa uzoq yillar davomida mehnati singan, ammo o'z vaqtida past maosh olgan yoki ish stajini to'liq hujjatlashtira olmagan fuqarolarimiz uchun mavjud nafaqa miqdori minimal darajada qolib ketish xavfi mavjud edi. Ba'zi toifadagi nafaqaxo'rlar, masalan, nogironligi bor shaxslar yoki boquvchisini yo'qotgan oilalar, alohida imtiyozlarga ega bo'lsalarda umumiy tizimda ba'zi bo'shliqlar, noroziliklar mavjud edi. Ko'plab fuqarolarimiz, ayniqsa chekka hududlarda yashovchilar nafaqa hisoblash mexanizmlarining murakkabligidan shikoyat qilib, o'zlariga tegishli bo'lgan barcha imtiyozlarni to'liq bilmasliklari yoki ulardan foydalana olmasliklari holatlari ham uchrab turardi. Aytaylik, kimdir ko'p yillar ishlab, so'ng nafaqaga chiqqanda kutilgandan kamroq miqdorni olib, hafsalasi pir bo'lardi. Chunki uning yig'ilgan ishlari yoki qo'shimcha imtiyozlari to'liq hisobga olinmagan bo'lishi mumkin edi. Endi esa 20 oydan boshlab nafaqa ta'minoti sohasida yangi davr boshlanmoqda. Hukumat tomonidan qabul qilingan yangi qarorga muvofiq bir qator muhim o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi nafaqa tizimini yanada adolatli, shaffof va ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarga yo'naltirilgan qilishdan iborat. Eng muhim o'zgarishlardan biri shuki, endi nafaqa miqdorini aniqlashda faqatgina rasmiy ish staji va maoshlar emas, balki fuqarolarning hayotiy sharoitlari, mehnat faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari va ijtimoiy ehtiyojlari ham chuqur tahlil qilinadi. Shu bilan birga, ba'zi toifadagi nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha ijtimoiy himoya bonuslari joriy etilmoqda. Bu ularning nafaqa miqdorini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. Bu bonuslar avvalgi indeksatsiyalardan farqli o'laroq aniq mezonlar asosida belgilanadi va shunchaki inflyatsiyani qoplashdan ko'ra aniq ijtimoiy guruhlarning turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan. Asosan gap shundaki, endi nafaqaxo'rlarimiz nafaqani shunchaki avtomatik ravishda, o'zgarmas qoidalar asosida emas, balki ularning individual holatini hisobga olgan holda ko'proq imtiyozlar olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Oldinlari ko'pchilik nafaqa olish uchun shunchaki ariza berib kutardi. Endi ba'zi hollarda o'z huquqlaridan to'liq foydalanish uchun ma'lum harakatlarni amalga oshirish talab qilinishi mumkin. Ayniqsa shu paytgacha minimal nafaqa olib kelganlar uchun katta imkoniyatlar yaratilmoqda. Keling, endi asosiy qismga o'tamiz va bu o'zgarishlar haqida batafsil to'xtalamiz. Aynan nimalarni bilishingiz kerak, kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar uchun bu o'zgarishlar deyarli ta'sir qilmaydi. Avvalo, may oyining 1-sanasidan kuchga kiradigan yangi nizomga ko'ra, uzoq yillar mehnat stajiga ega bo'lgan, ammo minimal nafaqa olib kelgan fuqarolar uchun maxsus ijtimoiy himoya bonus tizimi joriy etilmoqda. Bu bonusning asosiy maqsadi adolat tamoyilini tiklash va iqtisodiy o'zgarishlar tufayli o'z vaqtida yetarli ish haqi ololmagan, ammo halol mehnat qilgan shaxslarning qadriga yetish.
Agar sizning ish tajingiz ayollar uchun 30 yil, erkaklar uchun 35 yil va undan ko'proq bo'lsa, ammo sizning hozirgi nafaqangiz eng kam iste'mol xarajatlaridan past bo'lsa, siz avtomatik ravishda ushbu bonusga da'vogar bo'lasiz. Bu degani sizning nafaqangiz ma'lum bir miqdorga, ya'ni Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilangan yangi eng kam nafaqa darajasiga qadar oshiriladi. Bu ba'zi hollarda hozirgi nafaqangizni 2 barobargacha oshirish imkoniyatini berishi mumkin. Keling, buni real misollar orqali tushuntiraman. Birinchi misol, Oysha aya 70 yoshda. Samarqand viloyatining qishlog'ida yashaydi. U o'zining yoshligida sobiq Sovet ittifoqi davrida kolxozda oddiy fermer bo'lib 38 yil ishlagan. Uning rasmiy ish staji 38 yilni tashkil etadi. O'z vaqtida kolxoz ishlari ko'pincha natural mahsulotlar bilan haq to'langanligi sababli uning rasmiy ish haqi juda past ko'rsatilgan. Natijada bugungi kunda Oysha aya erta yoshida nafaqaga chiqqaniga qaramay, bor yo'g'i 7 ming so'm atrofida minimal nafaqa olib kelayotgan edi. Har bir oy oxirida uning nafaqasi yetmasdi. Dori-darmon, ro'zg'or xarajatlari uni qiynab qo'ygan edi. Endi yangi nizomga ko'ra Oysha ayaning 38 yillik ish staji va uning hozirgi nafaqa miqdorini inobatga olgan holda unga ijtimoiy himoya bonusi beriladi. Bu bonus uning nafaqasini belgilangan yangi minimal darajaga aytaylik 1.200 ming so'mga yetkazadi. Bu degani Oysha ayaning nafaqasi 1.5 ming so'mga oshadi. Uning uchun bu nafaqa o'zgarish hayotining sifati, oziq-ovqat va dori-darmon olish imkoniyatlari nuqtai nazaridan juda katta yordam bo'ladi. U endi o'z farzandlariga ortiqcha yuk bo'lishdan biroz yengillashganini his etadi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, hatto o'tmishdagi past maoshlar tufayli minimal nafaqa olganlar ham endi adolatli ravishda qo'llab-quvvatlanadi. Ikkinchi misol, Ahmad aka 65 yoshda. Toshkent shahridagi zavodda 40 yil muhandis bo'lib ishlagan. Uning maoshi o'rtacha bo'lgan. Uning nafaqasi hozirda 1 ming so'm atrofida. Uning ham ish staji yuqori, ammo nafaqasi yangi belgilangan minimal darajadan pastroq. Yangi qonunga binoan Ahmad aka ham ushbu ijtimoiy himoya bonusidan foydalanish huquqiga ega bo'ladi. Uning nafaqasi ham Oysha aya kabi 1.200 ming so'mga ko'tariladi. Garchi uning nafaqasi Oysha aya kabi keskin oshmasa-da, 200 ming so'm qo'shimcha mablag' uning kommunal to'lovlarini to'lashga yoki ba'zi mayda xarajatlarni qoplashga yordam beradi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, bonus nafaqat eng kam nafaqa oluvchilarga, balki ma'lum mezonlarga javob beradigan, ya'ni uzoq stajga ega bo'lib, nafaqasi yangi belgilangan minimumdan past bo'lgan barcha fuqarolarga taalluqlidir. Uchinchi misol, Dilfuza opa 7 yoshda I guruh nogironi. Uning mehnat staji 25 yil. U hozirda nogironlik nafaqasi oladi. Bu miqdor 950 ming so'mni tashkil etadi. Yangi qonun hujjatiga ko'ra nogironligi bo'lgan shaxslarning, ayniqsa I va ayın guruh nogironlarining nafaqalari ham qayta ko'rib chiqiladi va ular uchun ham alohida nogironlik bo'yicha ijtimoiy himoya bonusi joriy etiladi. Bu bonusning miqdori nogironlik guruhiga va tirikchilik uchun zarur bo'lgan minimal miqdorga asoslanadi. Dilfuza opaning holatida uning nafaqasi 1.300 ming so'mga ko'tariladi. Bu qo'shimcha 320 ming so'm unga dori-darmon xarajatlarini qoplashda, sog'lig'ini tiklashga yordam beradi. Chunki nogironligi bo'lgan shaxslarning ehtiyojlari ko'pincha oddiy nafaqaxo'rlarnikidan ko'ra yuqoriroq bo'ladi. Bu misol hukumatning ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarga bo'lgan e'tiborining yorqin namunasidir. Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanishi shart emas. Xavotirlanishi kerak bo'lganlar bu hali bu o'zgarishlar haqida bilmagan, ulardan to'liq xabardor bo'lmagan yoki hatto ularga tegishli bo'lishiga qaramay hech qanday choralar ko'rmagan nafaqaxo'rlar. Agar siz yuqorida keltirilgan mezonlarga, ya'ni uzoq ish stajiga va minimal nafaqaga ega bo'lsangiz yoki nogironlik bo'yicha nafaqa olsangiz va bu o'zgarishlardan hali to'liq foydalanmagan bo'lsangiz, siz zudlik bilan harakat qilishingiz kerak. Chunki ba'zi hollarda bu bonuslar avtomatik tarzda hisoblanmasligi, balki ma'lum bir ariza yozishni yoki hujjatlarni yangilashni talab qilishi mumkin. Shuningdek, nafaqa yoshi yaqinlashayotgan, ammo ish staji hujjatlarida muammolari bor fuqarolar ham hozirda o'z hujjatlarini tartibga solishlari shart. Xavotirlanishi shart bo'lmaganlar bu allaqachon maksimal nafaqa miqdorini olib kelgan. Yoki yuqorida sanab o'tilgan mezonlarga kirmaydigan nafaqaxo'rlar. Agar sizning nafaqangiz allaqachon belgilangan yangi minimal darajadan yuqori bo'lsa, bu yangilanish sizning nafaqangizni oshirmaydi.
ammo mavjud imtiyozlaringiz saqlanib qoladi. Shuningdek, masalan, harbiy nafaqaxo'rlar yoki boshqa maxsus nafaqa turlarini oluvchilar uchun alohida nizomlar amal qiladi va bu yangi bonuslar ularga bevosita taalluqli bo'lmasligi mumkin. Biroq ular ham o'z imtiyozlari bo'yicha qonun hujjatlaridagi yangiliklarni kuzatib borishlari zarur. Endi esa ushbu qoidalardagi istisnolar. E'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan tuzoqlar va noaniq nuanslar haqida batafsilroq gaplashaylik. Chunki har qanday yangi tizimda qanchalik yaxshi niyat bilan yaratilmasin, ba'zi bir tushunmovchiliklar, kutilmagan holatlar yoki hujjatlashtirishda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Istisnolar va cheklovlar. Birinchi muhim istisno bu ishlovchi nafaqaxo'rlar. Agar siz nafaqa oluvchi bo'lsangiz va ayni paytda rasmiy ravishda ishlayotgan bo'lsangiz, ya'ni mehnat faoliyatingizni davom ettirayotgan bo'lsangiz, sizga ushbu ijtimoiy himoya bonusi to'liq miqdorda qo'llanilmasligi mumkin. Qonunchilikka ko'ra ishlovchi nafaqaxo'rlarga nafaqa to'lash tartibi alohida belgilangan. Bu shuni anglatadiki, sizning ishingizdan oladigan daromadingiz hisobga olinib, bonus miqdori kamayishi yoki umuman berilmasligi mumkin. Bu yerda asosiy prinsip shundaki, davlat qo'shimcha yordamni birinchi navbatda hech qanday daromad manbai bo'lmagan, faqatgina nafaqaga qaram bo'lgan shaxslarga yo'naltiradi. Shuning uchun, agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'zingizning aniq holatingizga nisbatan qanday qoidalar qo'llanilishini aniqlashtirib olishingiz shart. Ikkinchi istisno bu chet elda doimiy yashovchi nafaqaxo'rlar. Agar siz O'zbekiston fuqarosi bo'lsangiz-da, doimiy yashash uchun boshqa davlatga ketgan bo'lsangiz va u yerda nafaqa oluvchi bo'lsangiz, bu yangi bonus sizga taalluqli bo'lmasligi mumkin. O'zbekistonning nafaqa tizimi odatda mamlakat ichida yashovchi fuqarolar uchun mo'ljallangan. Ammo agar siz faqat vaqtincha chet elda bo'lsangiz yoki O'zbekiston doimiy yashash joyingiz saqlanib qolgan bo'lsa, vaziyat boshqacha bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda O'zbekistonning diplomatik vakolatxonalari yoki konsulliklari orqali pensiya jamg'armasi bilan bog'lanib, aniq ma'lumot olishingiz tavsiya etiladi. Tuzoqlar va noaniq nuanslar. Eng katta tuzoqlardan biri bu. Noto'g'ri ma'lumotlar va firibgarlik. Yangi qonunlar va nafaqa tizimidagi o'zgarishlar e'lon qilinganda har doim firibgarlar faollashadi. Ular sizga qo'ng'iroq qilib, o'zlarini pensiya jamg'armasi xodimi deb tanishtirib, sizning bank kartangiz raqamini, PIN kodini yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlaringizni so'rashlari mumkin. Ular sizning nafaqangizni tezda oshirish yoki bonuslarni hisoblash bahonasida sizni aldashga urinadilar. Unutmang, pensiya jamg'armasi xodimlari sizdan hech qachon bank kartangizning PIN kodini yoki boshqa maxfiy ma'lumotlarni telefon orqali so'ramaydilar. Bunday qo'ng'iroqlarga ishonmang. Darhol aloqani uzing va zarurat tug'ilsa, huquqni muhofaza qilish organlariga xabar bering. Barcha rasmiy ma'lumotlarni faqat pensiya jamg'armasining rasmiy saytidan, mahalliy pensiya bo'limlaridan yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov uz orqali olish kerak. Yana bir noaniq nuansa bu ish stajini tasdiqlovchi hujjatlardagi kamchiliklar. Ba'zi fuqarolarimiz, ayniqsa keksa avlod vakillari o'zlarining mehnat daftarchalarini yo'qotgan bo'lishlari, yozuvlar noto'g'ri kiritilgan bo'lishi yoki arxiv hujjatlari saqlanmagan bo'lishi mumkin. Yangi bonus tizimida ish stajining davomiyligi juda muhim ahamiyatga ega. Agar sizning ish stajingizni tasdiqlovchi hujjatlaringizda kamchiliklar bo'lsa, sizga bonus hisoblanmasligi yoki kamroq miqdorda hisoblanishi mumkin. Bu holatda siz pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz zarur bo'lsa, sud orqali ish stajini tasdiqlatishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Bu jarayon vaqt talab qiladi. Shuning uchun zudlik bilan harakat qilishni boshlash muhimdir. Yana bir e'tiborga molik jihat bu nafaqa hisoblashda qo'llaniladigan eng kam iste'mol xarajatlari tushunchasi. Bu ko'rsatkich hukumat tomonidan davriy ravishda qayta ko'rib chiqiladi. Yangi bonus aynan shu ko'rsatkichdan past nafaqa oluvchilar uchun joriy etiladi. Shuning uchun, agar sizning nafaqangiz hozircha sal yuqori bo'lsa ham, kelajakda bu chegara oshsa, siz ham bonusga da'vogar bo'lishingiz mumkin. Bu dinamik ko'rsatkichni doimiy kuzatib borish kerak. Pensiya jamg'armasining rasmiy saytida yoki mahalliy bo'limlarda bu haqdagi eng so'nggi ma'lumotlarni tekshirib turish foydali bo'ladi. Ba'zan ushbu chegara o'zgarishi e'lon qilinganda ko'pchilik bunga e'tibor bermaydi. Ammo bu ularning nafaqa miqdoriga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, yangi o'zgarishlar ko'pchilik uchun katta imkoniyatlarni ochib beradi.
ammo ulardan to'g'ri foydalanish uchun xabardorlik va faollik talab etiladi. Har qanday shubhali vaziyatda faqat rasmiy manbalarga murojaat qilish eng to'g'ri yo'ldir. Endi esa eng muhim qismga yetib keldik. Siz nima qilishingiz kerak? Ushbu o'zgarishlardan maksimal darajada foydalanish uchun qanday amaliy qadamlarni tashlashingiz lozim? Men sizga aniq va tushunarli ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam ma'lumotlarni tekshirish. Avvalo, o'zingizning hozirgi nafaqa miqdoringizni va ish stajingizni aniqlab oling. Agar sizning ish stajingiz ayollar uchun 30 yil, erkaklar uchun 35 yil yoki undan ko'proq bo'lsa va hozirgi nafaqangiz Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilangan eng kam iste'mol xarajatlari darajasidan past bo'lsa yoki siz IE guruh nogironi bo'lsangiz, siz yangi bonusga da'vogar bo'lishingiz mumkin. Bu ma'lumotlarni Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyBok.gov orqali shaxsiy kabinetingizga kirib tekshirishingiz mumkin. Agar sizda MyBok.gov uz saytida shaxsiy kabinetingiz bo'lmasa, uni yaratish juda oson. Buning uchun sizga faqatgina pasport ma'lumotlari va elektron imzo, e-imzo kerak bo'ladi. Agar elektron imzongiz bo'lmasa, uni davlat xizmatlari markazlarida qisqa muddat ichida olishingiz mumkin. Shuningdek, siz bevosita mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, ma'lumotlaringizni tekshirishni so'rashingiz mumkin. U yerda xodimlar sizga to'liq ma'lumot berishga majbur. Ikkinchi qadam zarur hujjatlarni to'plash. Agar siz yangi bonusga da'vogar ekanligingizni aniqlasangiz, quyidagi hujjatlarni tayyorlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Pasportingiz asli va nusxasi. 2. Mehnat daftarchangiz asli va nusxasi. Agar mehnat daftarchangizda biron bir kamchilik bo'lsa, masalan, ishga kirganingiz yoki ishdan chiqqaningiz haqidagi yozuvlar aniq bo'lmasa, bu bo'shliqlarni to'ldirish uchun qo'shimcha ma'lumotnomalar, masalan, arxidan yoki sobiq ish joyingizdan talab qilinishi mumkin. Nikoh guvohnomasi agar mavjud bo'lsa. Ayniqsa boquvchisini yo'qotganlik uchun nafaqa oluvchilarga tegishli. Dard nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnoma tibbiy mehnat ekspert komissiyasi TMIK tomonidan berilgan hujjati nogironlik nafaqasi oluvchilar uchun. 5. Bank hisob raqamingiz to'g'risidagi ma'lumotlar. Yangi nafaqa miqdorlari aynan shu hisob raqamiga o'tkaziladi. 6. Agar mavjud bo'lsa, sizning ilgari olgan maoshlaringizni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomalari. Ayniqsa, mehnat daftarchangizda maoshlar ko'rsatilmagan bo'lsa. 3-qadam ariza topshirish. Yuqorida sanab o'tilgan hujjatlar bilan pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limiga murojaat qiling. Ko'pgina hollarda yangi bonus avtomatik ravishda hisoblanadi. Biroq, agar sizning holatingizda qandaydir noaniqliklar bo'lsa yoki avtomatik hisoblash tizimi sizni chetlab o'tgan bo'lsa, siz yozma ariza topshirishingiz lozim. Ariza namunasi odatda pensiya jamg'armasi bo'limlarida mavjud bo'ladi. Arizada siz o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, nafaqa turini, ish stajingizni va yangi bonus hisoblashni so'rashingiz kerak. Arizani 2 nusxada tayyorlang va bitta nusxasini qabul qiluvchi xodimga imzo chektirib, sanasini qo'yib o'zingizda saqlab qoling. Bu sizning murojaatingiz tasdiqlovchisi bo'ladi. Agar sizda imkoniyat bo'lsa, arizani my.gov uz orqali elektron shaklida ham topshirishingiz mumkin. Elektron ariza berish jarayoni yanada qulay va tezkor hisoblanadi. 4-qadam kuzatish va tekshirish. Arizani topshirganingizdan so'ng uning ko'rib chiqilishini kuzatib boring. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizning murojaatingizni ma'lum muddat ichida ko'rib chiqib, javob berishlari kerak. Odatda muddat 15 kunni tashkil etadi. Qo'shimcha tekshiruvlar talab etilsa, 2 kungacha cho'zilishi mumkin. Agar belgilangan muddatda javob olmasangiz yoki javob sizni qoniqtirmasa, yuqori turuvchi tashkilotlarga, masalan, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasi ijro etuvchi apparatiga yoki davlat xizmatlari agentligiga shikoyat bilan murojaat qilish huquqingiz bor. 5-qadam ehtiyot chorasi va hushyorlik. Yuqorida aytib o'tganimdek, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni, ayniqsa bank kartangizning PIN kodini begonalarga bermang. Barcha rasmiy ma'lumotlarni faqat ishonchli manbalardan oling. Agar biror narsa shubhali tuyulsa, pensiya jamg'armasining ishonch telefonlariga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Ushbu amaliy tavsiyalar sizga yangi o'zgarishlardan to'liq foydalanishda yordam beradi degan umiddaman. Har bir nafaqaxo'r o'zining qonuniy haqqiga ega bo'lishi va farovon hayot kechirishi juda muhim. Hurmatli do'stlar, qadrli nafaqaxo'rlar. Bugungi videomizda 20 oydan boshlab kuchga kiradigan nafaqa tizimidagi muhim o'zgarishlarni batafsil muhokama qildik.
ushbu yangilanishlar sizning moddiy ahvolingizni yaxshilashga qaratilgan bo'lib, adolat tamoyilini tiklashga xizmat qiladi. Unutmang, sizning xabardorligingiz va faolligingiz bu imkoniyatlardan to'liq foydalanishning asosidir. Agar sizga ushbu ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Shu orqali biz yanada ko'proq foydali va muhim ma'lumotlarni sizga yetkazishda davom etamiz. Videoni do'stlaringiz va yaqinlaringizga ulashishni unutmang. Chunki bu ma'lumot kimningdir hayotini o'zgartirishi mumkin. O'z fikr va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Har bir izohingiz biz uchun muhim. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling va doimo salomat bo'ling.